odamzod tug'ilganda ikki xil tug'ilar ekanda, uchinchi xil odam tug'ilmas ekan. Yo beradigan bo'lib tug'ilar ekan, ko'chaga sochadigan bo'lib tug'iladi yoki sochmaydigan bo'lib tug'ilar ekan. Beradigan bo'lib tug'ilgan odam qarzga botib ketsa ham, o'zi qarz ko'chadan, masalan. Yana dalshi qarz olib, yana yordam qilib yuraveradi hammaga, qarindosh urug'iga, ota-onasiga. U beradigan bo'lib tug'ilganda onaning qornidan. Onaning qornidan bermaydigan bo'lib tug'ilsang, sen urvining dunyoni top 10 taligida Elon Musk bo'lib qolsang ham, sen birovga yaxshilik qilmaysan, pul ham bermaysan. Chunki sen tug'ilganingda shunaqa bo'lib tug'ilgansan. O'shaning uchun farzandlarni iloji boricha beradigan qilib tarbiyalash kerak ko'chada. U xasis, pas bo'lib tarbiyalamash kerak. Ko'p pand yeydi unaqa bolalar.